hozir odamlardan qanday matrasdan foydalanishadi? Shuni so'rab ko'ramiz. Men Mardomeyman. Sardor ismim. Sardor aka, qanaqa matras tutasiz uyda? Uyda shu Duxspanmi? O'ylab yotadigan. Ertalab turganingizda to'yib uxlab turasizmi? Yo'q, to'g'rirog'ini aytsam qanaqadir bosh og'riq paydo bo'ladi yo bir yelkamda yerga tegmagan holda yotgandek his qilaman-da. Buni sababi hozirgi matraslarda ximikatlar qo'shadi, bakteriya ichida chang yig'adi, ertalab turganda ko'zlar qizarib, tanani bitta tekisida ushamaydi, shunga charchoq bilan uyg'onadi. Mana men matrasni ushab ko'ring. Yangi chiqqan matras obrazasini Siqib ko'ring o'zingizga. Bu Mir matrasida Comfort Plus'i Amerikanka prujina ishlatilgan, bitta matrasda 500 ta prujinasi bor. Bitta tomonida 150 kilogacha vaznni ko'taradi, yondagi inson qimirlaganingizni ham bilmaydi. Shunaqa matras olarmidingiz? Nech pulga olardingiz mana shunaqa matrasni olsangiz? pulga yarashib kerak. Ayting o'zingizdan. Menda bordir. 2 million 3 million atrofida bordir. Shuni narxi standart razmeri 2 million so'm. Comfort Plus. Duxspanga to'g'ri keladi. Duxspanga to'g'ri keladi. Ham zo'r ekan. Zo'r. Yaxshi ekan. Men o'zim ikkitasini xarid qilganman. Agar do'stlar Mir matrasdan Comfort Plus kerak bo'lsa, hozir shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz.